Tasavvur qiling, PUBG Mobile qaytadan boshlansa. Birinchi o'rinda nimalar qilgan bo'lardingiz? Qisqasi, men hozir yangi akkaunt ochdim. Qarochi, mana shu akkauntni bir oy davomida eksperiment sifatida ko'tarib ko'rmoqchiman. Buning uchun sizlarning ham yordaminglar kerak bo'ladi. Maqsad o'sha akkauntni nerealniy darajada достижение va уровеньni ko'tarish. Yana kimdadir imkon bo'ladigan bo'lsa, dana darajasini ham ko'tarib berishga. Ko'pchilik aytishi mumkin, bir oy davomida bunaqa natija qilib bo'lmaydi deb. Agar xohlasangiz, agar sizda поддержка bo'ladigan bo'lsa, bir kunda qilsa ham bo'ladi. Misol qarang. Mana bu достижениялар PUBG Mobiledagi eng qiyin достижениялар hisoblanadi. Lekin bularni ham oson va tez bajarishning yo'lini topib qo'yganman. Buning uchun bolalar, men YouTube'da stream qilaman va o'yin boshlaganda sizlar ham men bilan birga boshlab, bitta kartaga tushishinglar kerak. Va timissiya qilmasdan oson va easy bajarishimizda mana shu narsa qo'l keladi. Qiziqqanlar o'z Telegram guruhimizga o'tib qo'yishingiz mumkin. Kimda qanday fikr bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, kommentariyada o'z fikringizni qoldirish esingizdan chiqmasin. Sizlar bilan asab top bo'ldi.